bugun muzeyga bormoqchi edim. Lekin qarasam, muzeyda yashayotgan ekanman. Atrofim to'la eksponat. Mana bu odam tosh asridan qolgan. Naftalin hidi kelar o'yidan. Hatto gulxan yoqishni ham bilmaydi. Prometey hali olib kelmagan o'z olovini. Zulmatda unga ko'zlari so'qir. Mana bu odam sahroyi badaviy. Har kun o'z johilligi chanqog'ini qondirish uchun suv qidiradi. Qizlarini tiriklay eltib ko'madi. Tortib olib bundan muqaddas huquqi hayotini. O'limdan achchiq qo'rquv qoldiradi unga. Shuning uchun bu muzeyda qizlar, ayollar bo'g'ib o'ldiradi o'zini o'zi mana shu johillik qo'llari bilan. Mana bu odam olim. Jadidlardan gapiradi. Lekin jadidlardan 300 yil orqadagi zamonda qolib ketgan. Muzeyning qaysi bo'limiga qo'yamiz uni? Gulxanning yoniga. Go'lax bo'lsin. O'rgansin olov yoqishni, yorishsin onga. Mana bu to'da Navoiydan gapiradi. 500 yil orqada hamon turishi, yurishi. Navoiy esa vaqt mashinasida kelajakka uchib ketgan. Siz hamon orqada qolgan o'tmishning siyratiga emas, suratiga sig'inguvchisiz. Shuning uchun Navoiyni topolmaysiz kelajakda ham. Bir burchakda olomon, ayollar, qizlar, erlar, yigitlar, ular kurashmoqchi nimaga qarshi? Qo'llarida tosh. Erk so'raydi ular, hayot va non so'raydi, lekin kuchi yo'q. Yo'q bir himoyasi. Hatto orqasida xudosi ham yo'q. Ularni hozirning qudrati dorga tortadi doim. Doim shunday tengsizlik, ojiz g'alaba. Mana bular kichik isyoni uchun bosh ketganlar. Ular qahramon. Ammo ularni hech kim eslamaydi, chunki boshi yo'q. Ism berilmagan, boshini chopgan u tarix butunlay o'chirgan sahnasidan. Bular ota-onalar. Yo'q, ko'p eski emas. 30 da yosh. Lekin qaysi zamonda qolib ketgan ular? Bolalaridan qizg'onishadi o'z qahramonlari. Istashmaydi hech tushunishni, bolalarning o'z qahramoni bo'lajagini. Eski qahramonlar bilan zo'rlashadi bolalar onga. Ammo o'z davrini tushunishmaydi. Bular kursilar. Orom kursilar. Siniq, g'ichirloq. Na bu kursi yangilanmaydi, na ulardagi 100 yillar narisida qolgan odamlar. Eski, hammasi eski. Bir kunda va bir joyida necha asrlardan kelgan odamlar. Necha asrlardan qolgan odamlar. Tushunishmaydi bir-birining tilini. O'lik tillarda gapirishadi. Naftalin hidi kelar har yoqdan. O'tmish eyforiyasi kabi va bad bo'yidek tarixning. O'zimcha shu tor xonamda qaysi asrlardan qolib ketganman. Darvoqe siz qaysi asrlardan qolib ketgansiz?